Assalomu alaykum, bizani hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar. Xullas, sizlar uchun bir zo'r yangilikimiz bor. Bilasizlar, bundan ko'rgan videolarimizdagi aksiyalarimiz ham sizlarga yaqin, balamiz xudo xolasa sizlarga yaqinda umiddamiz. Sababi 125 ming so'mdan sotilgan ichi mexli krossovkalarimiz, makaslarimizni narxini biza dikorimdan kesib, chapib aksiya qo'yib berdik. Ya'ni 55 dan aksiya start berdik. Birinchi bo'ladi desangizda, yine şuradaki ayak kiyimlerden bize 55 tonasını adını aldık ve şuları narxını 55 ming so'mdan qo'ydik. Bular da qatnashadi, faqatgina 40 razmerlarimiz. Hurmatli obunachilar, faqatgina 40 razmerlarimiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, sababini aytib o'tamiz. Qaranglar, bu yerda har xil ayak kiyimlar bor. Har xil modeldagi krossovkalarimiz bor. Masalan, inash krossovkamizni ham 40 razmerni siz gelip durup 55 ming so'mdan olib ketsangizda bo'ladi. Bularni 40 ham, 44 ham hammasi podrяд 125 ming so'mdan sotilgan obunachilar. Asta o'tib kelaveramiz. Hurmatli obunachilar, bilasizlar, ben tarafda 98 ming so'mlik ayak kiyimlarimiz bor, chalburlarimiz bor. Xudo xolasa videolarimizni kuzatib borsanizlar, bularni ham kunda obzor etib boramiz. Xudo xolasa bularning ham narxlari ajoyib. Eshitsangizlar, ko'rsangizlar albatta sizlarga yoqadi. Razmerlarimiz bor. Yana geradan bo'lsak, hurmatli obunachilar, eshikdan girib kelaverishingizda sizlarga ayak kiyimlarimizni tayyorlab qo'ydik. 55 ta ayak kiyimimiz tayyor turibdi. Xullas, bularning ichida milliy modellarimiz ham bor. Undurishini qarang, ichini mexini qarang. Ajoyib qilib ishlangan. Xohlasangizlar makaslarimizni asosida bo'ladi. 55 ming so'mdan. Xohlasangizlar bu modellarimizdan asosida bo'ladi. Mana qarang, ichini durishini. Xullas, hurmatli obunachilar, menimcha bular o'zini addinni, podrobniy video olib sizlarga ko'rsataman degan niyatdaman, xudo xolasa. Yana bir narsa, agarda bu aksiyamiz sizlarga yoqsa, xudo xolasa aksiyamizni cho'zamiz. 55 bilan cheklanib qolmaymiz. Asosiysi sizlarga yoqsa, bizlarga qo'llab-quvvatlab tursangizlar, bizlarga podpiska bosib turib, kommentlarda fikrlaringizni qoldirsangizlar, like bossangizlar, xudo xolasa shu bizlarga bir sizlar tarafdan javob bo'ladi. Shunday ekan, endi bularni nechun faqatgina 40 razmer degan savollarga javob berib o'tamiz. Bizlarda asosan 40 razmerlarimiz qolib baratir. Başka modellarimizda, başka razmerlarimizda yetgan, başka katta razmerlarimiz yetgan. Faqatgina 40 razmerlarimiz qolib baratirganligi uchun bularni aksiya tushirdik. Hurmatli obunachilar, kim shu razmerlar to'g'ri kelsa, bizlardan ham qolib ketmasin, aksiya narxlardan olsin degan maqsadda. Shunday ekan, kelasizdan qaysi modeldan shu razmer sizga to'g'ri keladigan bo'lsa, yaqin modelni olib ketaverasiz. Hurmatli obunachilar, bular haqiqiy zalotoydan, chunki buni ichini mexina qarang, qaling'ina tib ishlangan. Hurmatli obunachilar, qaling'ina tib ishlangan. Xudo xolasa hazat tib qishda yeyib yuringizlar. Xohlasangizlar bu modellardan olib ketsangizlar bo'ladi. Hurmatli obunachilar, narxi 55 ming so'mdan, 125 ming so'mdan emas. Dikorimdan chapdik desak, adashib qolamiz. Sababi dikorimi 68 ming so'm bo'ladimi? Dikorimi 68 ming so'm bo'ladi. Bu dikorimdan ham pasatib chapilgan aksiyalar. Shunday ekan, hurmatli obunachilar, bizga obuna bo'lib qo'yinglar, bizlar qo'llab-quvvatlashda davom qildiringlar. Xudo xolasa sizlar uchun aksiyalarimizni davom qildiraveramiz. Do'konimizni manzilini tushuntirib o'tamiz. Kech bo'lsa ham Urganchda Xanqadan Urganchga girib kelaverishingizda 2 dona benzin zapravka bo'ladi yonma-yon. Birisi O'zbekistonda yozilgan. Bu mana ko'rib turibsizlar. Birisini O'zbekistonda yozilgan. Yan başındaki narsa Garant Oil deb yozilgan. Hurmatli obunachilar, Garant Oil. Ana shu zapravkalarning to'g'risida bo'ladi. To'shning to'g'risida bo'ladi. Şöyle gelip şu gün başlarına alıp ketsangizlar bo'ladi. Hurmatli obunachilar, narxlarimiz arzon, xudo xolasa. Mening narxlarni siz Xorazmni xudo xolasa hech yeridan topib bilmaysiz. Shunday ekan, kelaverasiz xudo xolasa.